Barchaga salom bo'lsin. Sizlar bilan men Vizerman. Xush kelibsizlar yangi videoga do'stlar. Bugungi videoda o'sha o'tgan safargi top 3 ta modlarni ikkinchi qismiga xush kelibsizlar. Xullas, bugungi videoda top 3 ta emas, top 4 ta modlarni obzor qilamiz. Qani bo'lmasa do'stlar, mana shuncha odam biz 95% odam obuna bo'lmasa kuzatarkan, iltimos obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Hammaga omad va ketdik. Bolamaskin nima almashtirdim, kommentariyada baho bo'lib ketdinglar. Va do'stlar, bizning birinchi modimiz Mob Naturalist deb nomlanadi. Bu hayvonlar modi bo'ladi va Minecraft qiziqarli qiluvchi har xil hayvonlar, mana ko'ryapsizlar, o'zining kitobi bor. Naturalist degan mod bu. Qaranglar, mana ochasizlar. Mana pastda next page degan narsa bor. O'shan bossangiz, keyingi nima qilishi, qanday ishlashi, o'shaning hammasi bo'ladi bolalar. Uni keyin yuklab olib o'zingizlar ko'rasizlar. Buni ham Telegram kanalimga tashlab qo'yaman bolalar. Va qaranglar, sizlarga bitta narsa aytmoqchi edim. Modlarning hammasini Telegram kanalidan olasizlar. Telegram kanali silkasi opsionida. Va ko'ryapsizlar, mana shuncha narsa inventariyalarga qo'shiladi va biz buni olamiz hammasini va mana hammasini olib chiqamiz bitta. Va mana. Va bo'ldi bolalar, to'xtanglar, mana buni ham olaylik-da. Qaranglar, endi bularni hammasini bitta-bittadan spawn qilamiz. Ko'ryapsizlar, ochkisi bor ekan mana uni. Ko'cha sistema bo'la. Vo, begemot. Yo-mayo, sinfdoshim ko'rdim. Hammalar. Do'stlar, urib ko'ramiz. Men PvP bo'yicha nomer adimman. Agar kimni PvPni yaxshi tushunsa, kommentga yozib ketinglar. Birga o'ynaymiz. Hazil. Mana buni ham bor ekan, mana qaranglar. Voy. Aluminiumni simishga va zebra bor. Mana ko'ryapsizlar. Ajoyib mod bolalar. O'zingizlar ko'rasizlar. Voy, bu nima u? Yirtqich baliq ekan. Hozir biz buni suv topishimiz kerak. Suv qayerda bor? Suv qayerda? Daryomi, dengizmi topish kerak. O'sha yerga qo'yamiz. Va mana bor ekan bu yerda. Hozir buni qo'yamiz. Qaranglar. Bum. Mana. Ko'ryapsizlar, mana dahshat tuzar ekan bu. Suzishni qaranglar. Yirtqich baliq bu. Yuklab olib bu modda keyin maza qilib o'zingizlarni qilaverasizlar. Va biz keyingi modlarni ham mana qilamiz. What the fuck, buni qaranglar. Buni qaranglar. Zo'r ekan bu. Shu joyda stop bolalar. Bu modlarni hammasini qayerdan olamiz deb siqilib o'tirgan bo'lsanglar, shu videoni kommentga kirsanglar, men bog'daman deb Telegram kanalimiz silkasi turadi. O'sha silka orqali sizlar Telegram kanalimga o'tasizlar va modlarni yuklaysizlar. Mana bitta filni ham spawn qildik, buni qaranglar. Hozir buni uramiz. Mace bilan bolta yordamida. Hozir qaranglar. Dikkinishni qilamiz, qaranglar. 1 2 3 hoppa. Vo. Bitta sakrashda 3 ta urdim, 3 ta o'lib ketdi. Mayli, bechora. Bu dunyoda hech kim yomonlik qilmagandi. Tug'ildi, o'ldi. Mayli. Rhino spawn egg. Yo, what the bu? Nima bu? Karkidonmi? Da karkidon ekan bolalar. Buni ham urib ko'ramiz. Men 3 ta o'ldi. Mayli. Va do'stlar, bu modimiz shulardan iborat edi. Buni yuklab olib o'zingizlar ham o'ynab ko'ringlar. Foydali mod deb o'ylayman. Do'stlar, bizning keyingi modimiz Easy Mind deb ataladi. Bu mod o'tgan videomizda top 3 ta modlarda Vein Capitator degan narsani sizlarga yo'may tushib ketdim. Voy, shunchalik omad bilamanmi? Xo'p, yo'lda aytaman. Qaranglar, o'tgan top 3 ta modlarda men sizlarga Vein Capitator degan qilgan modni ko'rsatgandim. Va bu safar unaqa emas bu. Sal boshqacharoq. Unda sal qotishlar bo'ladi, bunda ham qotishlar bo'ladi. Lekin qaranglar. 1 2 3 ko'ryapsizlar? U mana bunaqa stop, mana ekib qo'yaylik. Stop noto'g'ri ekdim. Mayli, bunda ekib qo'yamiz. U mana shunaqa nima edi mana? Suyak. Boyagi moddan. U butuni bilan chopib tashardi. Kerak emas joylar bilan ham, lekin bu oddiy chopadi. Sizlarga qaysi biri qulay bo'lsa, ikkalasini ham Telegram kanaliga tashlaganman. Shunda yuklab olasizlar. Bu bunda ishlamaydi. Bu mana ham ishlaydi. Mana ham qaranglar. Mana sal bunda ham rudalarda ham qochish bo'ladi. Bu rudalar qancha ko'pligiga bog'liq. Mana ko'ryapsizlar, bittada cho'choradi shunaqa.
Buni yuklab olib, o'zingizlar o'ynab ko'rishingizni tavsiya beraman. Bunda survivalingiz vaqtni tejab olasiz va biz keyingi modga o'ta qolamiz unda. Bizning keyingi modimiz bu Dynamic First Person deb nomlanadi. Bunga ko'rib mana passivlarni ko'rib turasizlar. Mana shunaqa ajoyib qilib ishlangan. Bu Java'da buni Hacker videosida ko'rgansizlar va men buni anosigacha topdim. Faqat eng yomoni bolalar qaranglar. Chekkada chap tarafda chiqqan narsani ko'ryapsizlarmi? Agar sizda F5 modi bo'lsa, bu bolalar F5 modi ishlamaydi bolalar. Shunisi yomon. F5 modi ishlata olmaysizlar qancha xohlasanglar ham. Tushunasizlarmi? Bolalar bu o'zi zo'r. Tirlatib bosyapman F5 da. Ishlamayapti bolalar. Ko'ryapsizlarmi? Shunaqa bir bolalar kamera jap. Shunaqa narsa chiqyapti. Bu F5 modi ishlamaydi bolalar. Bu bilmayman, meni versiyamda bitta shunday bo'lyapti, mana o'rdakni qaranglar. O'sh bola bu F5 modini ishlata olmaysizlar, lekin bu zo'r mod. O Creeper'da oldiga boramiz. Voy, yo'q, vaqt bo'lmas. Yo'q, tegma. Mayli, hammasiga tupurgan holda keyingi modga o'tdik. Bu mod mana sizlarga chekkada ko'ryapsizlar, shunaqa Night Vision modi bu. Ko'ryapsizlar, hozir mana kech tushib turibdi. Ko'ryapsizlar, mana osmon qorong'i, yer yorug'. Zo'r chiqdi shu gapim. Ko'ryapsizlar, bu Night Vision deb nomlanadi va hozir sizlarga bitta g'orga tushib ko'rsataman. Mana bolalar, ko'ryapsizlar, g'or oppoq. Shunaqa vijvani qilganinglarda qiynalib fakir qo'yib o'tirmasdan bemalol olmoslarni topib maza qilib yurasizlar. Bu video olishga ham qulay bo'ladi va buni Shahrinjonov videolarida ko'rgansizlar. Va do'stlar, videomiz tugadi shu oxirgi modida va hammaga xayr omad.